Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qisqa ammo kuchli duo haqida. Istig'for, ya'ni astag'firulloh. Banda Robbisidan gunohlarini kechirishini so'rashidir. U tavba va yengil tortish kalitidir. Mo'min xavotirga tushgan zahoti ixlos bilan istig'for kalimasini aytsa, Alloh subhanahu va taolo albatta bandasining bezovtaligini ketkazib, omonlik ato etadi. Istig'forda mo'min uchun ko'plab fazl va yaxshiliklar mujassam etgan. Bu bir kalimadan, astag'firullohdan iborat bo'lgan eng qisqa duoning ma'nosi Alloh meni mag'firat qilsin. U mo'minning qalb xotirjamligi va duolarining qabul bo'lishi omilidir. Doim istig'for aytib yurgan inson uchun tavba va rahm eshiklari ochilib, rizqi mo'l ko'l bo'ladi. Qolaversa, istig'for xotirjamlik holatini baxsh etib, xavotir va bezovtalikni yo'q qiladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam: kim istig'for aytishni o'ziga lozim tutsa, Alloh uning mushkulini kushoyish qiladi, og'irini yengil qiladi va o'zi o'ylamagan tomondan rizq beradi deganlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam insonlarning eng yaxshisi bo'la turib, istig'for kalimasini kuniga 70 marta aytib, mo'min musulmonlarni doim tavbaga da'vat qilganlar. Istig'forning eng ulkan fazilatlaridan biri shuki, Alloh subhanahu va taolo nazdida doimiy ravishda tavba qiluvchi inson taqvodordir. Nabiy sallallohu alayhi vasallam: kim istig'for aytishni o'ziga lozim tutsa, Alloh unga har bir torlikdan chiqishni, har bir g'amdan kushoyishni nasib qiladi hamda uni o'zi bilmagan joydan rizqlantiradi deganlar. Abu Dovud va Ibn Moja rivoyati. Bir daqiqada 100 marotaba astag'firulloh kalimasini aytsa bo'ladi. Istig'forning yana bir ulkan fazli, Allohning marhamati ila banda Robbisi tomonidan gunohlarining kechirilishi, rizqi barokatli bo'lishi, yomonliklardan uzoqlashishi va jannatga erishmog'idir. Istig'for shunchaki oddiy so'z emas, balki o'z holati va zaifligi tushunib, G'ofur va Rohim sifatiga ega zot Allohga gunohlarining kechirilishini so'rab duo qilayotgan mo'minning ruhiy holatidir. Al-G'affor, mag'firat qiluvchi. Alloh taoloning ismi bo'lib, u zot tavba qiluvchilarni yaxshi ko'radi. Begunoh odamning o'zi yo'q. Kimki gunoh qilsa-yu, so'ngra Allohga istig'for aytsa, Allohni mag'firatli va rahimli zot topadi.